Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni hozirda tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar. Ushbu sondagi video roligimizda sizlarga tarixda taxt tepasiga kelib, bir qancha ishlarni amalga oshirib, fojiali o'lim topgan tarixiy shaxslar haqida so'z yuritamiz. Unday bo'lsa, video boshlanishidan oldin videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Agarda tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Attila. Allohning qamchisi deb bilingan Attila Yevropa Hun davlati chegaralarini ancha kengaytirgan. Odamlar Attiladan shunchalik qo'rqishganki, hattoki u haqda afsonalar ham to'qilgan. Sharqiy va G'arbiy Rim Attila oldida tiz cho'kkani aytiladi. Hattoki Rim papasi ham. Urushlar, son-sanoqsiz janglarda o'lmagan Attila o'z xotini tomonidan o'ldiriladi. Uning o'limidan so'ng u tuzgan davlat parchalanib ketdi. Alparslan. Alparslan Vizantiya hukmdori Diogen bilan bo'lgan Mansiken jangida Vizantiya hukmdorini asirga olgan turkiy hukmdor hisoblanadi. Alparslan Saljuqiy hukmdor bo'lgan. Bu jangdan so'ng Qoraxoniylar ustiga yurish boshlaydi. Bu yurishda Barzam qal'asi qo'mondoni Yusuf al-Xorazmiy Saljuqiylarga bo'ysunishdan bosh tortdi. Bir necha kunlik qamaldan so'ng qal'a qo'lga kiritiladi. Yusuf al-Xorazmiy esa Alparslanning huzuriga olib kiriladi. Yusuf al-Xorazmiy Alparslonni qo'rqoq deya haqoratlaydi. Alparslan jahli chiqqanidan uni qo'llarini bo'shatishni buyuradi. Shu zahoti Xorazmiy yengiga bekitib olgan zaharli pichog'i bilan Alparslonni jarohatlaydi. Alparslan shu zahoti olamdan ko'z yumadi. Yusuf al-Xorazmiy ham askarlar tomonidan shu zahoti o'ldiriladi. Issak II Angel. Vizantiya hukmdori bo'lgan Issak II Angel hukmronlik qilgan davr salib yurushlariga to'g'ri keladi. U o'z ukasi tomonidan taxt uchun ko'ziga mil tortib o'ldiriladi. Buning natijasida Venetsiyaga kerakli pulni to'lolmagan salibchilar Vizantiyaga qarshi hujum qilishadi. Ularga Issak II Angelning o'limi bahona bo'ladi va ular uning uchun qasos olish bahonasida Lotin imperiyasini qurishadi. Jaloliddin Manguberdi. Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ullarga qarshi kurash olib borgan eng so'nggi Xorazmshohdir. U mard va jasurligi bilan tarixda o'chmas iz qoldirgan. U Chingizxonni yenggan yagona hukmdor hisoblanadi. Hattoki Chingizxon Jaloliddin Sind daryosiga sakraganda o'g'illariga qarata ota o'g'il mana shunday bo'lishi lozim degan ekan. Jaloliddin Mo'g'ullarga qarshi umrining oxirigacha kurashlar olib bordi. Jaloliddin Manguberdi kurdlar tomonidan xoinona o'ldiriladi. Sayfiddin Qutus. Sayfiddin Qutus Jaloliddin Manguberdining jiyani, ya'ni opasining o'g'li bo'lgan. U tog'asi kabi Mo'g'ullarga qarshi umrining oxirigacha kurashgan. 1260-yilning sentyabr oyida Aynjalut vodiysida Mo'g'ullarga qaqshatqich zarba bergan. Sayfiddin Qutus va uning eng yirik qo'mondonlaridan biri bo'lgan Baybars o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan. Lekin Mo'g'ullarga qarshi kurashda ular o'rtasidagi adovat unutiladi. Bir kuni Sayfiddin Qutus ovdaligida Baybarsga jangdagi mardligi uchun sovg'a beradi va u Sayfiddinga ta'zim qilayotib odamlariga imo qiladi va ular Sayfiddinni o'ldirishadi. O'lim xabarini eshitgan Iz ibn Abdusalom bu haqda yig'lab, essiz, yana biroz yashaganda edi, islomni yoshartirib yuborardi. Bu ummat Umar ibn Abdulazizdan so'ng Qutusdek adolatli va salohiyatli sulton ko'rmadi degan ekan. Murod I. Murod I jang maydonida o'ldirilgan yagona Usmonli hukmdori hisoblanadi. Kosova maydonida dushman ustidan g'alaba qozongan Murod I jang maydonida aylanib yurardi. Jang maydonida yaralanib yotgan serb qirolining kuyovi bo'lmish Milash Obilich musulmon bo'lish istagi borligini bildiradi va undan muhim ma'lumotlarni olish kerakligini aytadi va uning oldiga kelib, berkitib olgan quroli bilan Murodni pichoqlaydi. Sulton og'ir jarohat olgani tufayli shu zahoti vafot etadi.
Milosh esa shu zahoti askarlar tomonidan o'ldiriladi. Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek buyuk olim, mutafakkir, shoir, tarixchi va davlat arbobi hisoblanadi. U shoh bo'lish bilan bir qatorda buyuk astronom ham bo'lgan. Lekin hozir biz bu yerda Mirzo Ulug'bekka olim sifatida emas, balki shoh sifatida qisqacha ta'rif beramiz. Ulug'bek davrida Movarounnahrda bir qator keng ko'lamdagi islohotlar amalga oshirildi. U mamlakatni 40 yil davomida tinch boshqardi. Uning yurtimiz me'morchiligidagi hissasi ham katta. Lekin Ulug'bek buyuk olim bo'lishi bilan bir qatorda kuchsiz sarkarda edi. Ulug'bek davrida bobosi Sohibqiron Amir Temur davridagi kabi yurishlar deyarli bo'lmadi. Aksincha Ulug'bek boyliklarni mamlakat obodonchiligi va ma'rifat yo'lida sarfladi. Bu esa o'z navbatida bek va amaldorlarga yoqmasdi. Chunki yurishlar chog'ida mo'may o'ljalar qo'lga kiritilardi va u amaldorlar, beklar va askarlar o'rtasida taqsimlanardi. Shuning uchun ham beklar Abdulatifni qo'llab-quvvatlashdi va Ulug'bekdan yuz o'girishdi. Ulug'bek ayanchli tarzda o'z o'g'lining buyrug'i bilan 1449-yilda Abbos tomonidan o'ldiriladi. Shundan so'ng Abdulatifning o'zi ham 6 oydan so'ng Mirzo Ulug'bekning sodiq qo'mondoni Bobo Husayn tomonidan o'ldiriladi va Registon maydoniga boshi osib qo'yiladi. Husayn Bayqaro. Husayn Bayqaro buyuk Temuriy hukmdor bo'lgan. Husayn Bayqaro davrida Xuroson gullab yashnadi. Husayn Bayqaro ma'rifat ahli homiysi edi. Uning o'zi ham adib, ham shoir bo'lib, davlat ishlaridan bo'shagan paytlarida she'rlar, g'azallar bitib turardi. Uning davrida Xuroson o'zining oltin davrini boshdan kechirdi. Lekin taxt uchun kurash hali hanuz davom etardi. Oxirgi paytlarda Husayn Bayqaro ko'p ichadigan bo'lib qoldi. Uning xotini Xadicha begim Bayqaroning mastligidan foydalanib, o'gay o'g'li Badiizamonning o'g'li, Navoiyning eng yosh shogirdlaridan biri bo'lgan 11 yoshli shahzoda Mo'min Mirzoni qatl ettirish to'g'risida farmonga muhr bosadi va shu tariqa yosh shahzoda o'ldiriladi. Buning natijasida Badiizamon o'z otasiga qarshi qo'shin tortadi, lekin o'rtada sulh tuziladi. Ammo bu xabar afsuslar bo'lsinki xalq orasida tarqalib ulgurgandi. Husayn Bayqaroga uning eng yaqin do'sti Alisher Navoiyning o'limi juda ham katta zarba bo'ldi. Lekin keyinchalik Muhammad Shayboniyxon Movarounnahrni bosib olgach, Xuroson va Xorazmga ham qo'shin tortadi. Bu paytda Sulton Husayn Bayqaro chuqur uyqu aralash, mast holatda ekanligini bilmasdan yaqin ayollari uni o'ldi deb dushman va askarlar xabar topmasin deya tiriklayin ko'mib yuborishadi. Keyinchalik uning eng yaqin odamlari uni vaqtinchalik ko'milgan joydan o'zi qurdirgan madrasaga dafn etish uchun qabrini ochishadi va hayratda qolishadi. Bayqaroning tirnoqlari sinib ketgan, kafanining yarmi yirtilgan va hamma yoqda qon dog'lari bor edi. Uning ayollari o'ldi deb o'ylab adashib ko'mib yuborgan Husayn Bayqaro qabrdan chiqishga uringan, lekin bu Temuriyzodaga nasib etmagan. Muhammad Shayboniyxon. Shayboniyxon Shayboniylar davlatining asoschisi hisoblanadi. Shayboniyxon o'zini xalifa-i Rahmon deb e'lon qilib, u Movarounnahr, Xuroson va Xorazmni egallaydi. Shayboniyxon o'z navbatida shiyalarga qarshi ochiqdan ochiq jang e'lon qiladi. U Shoh Ismoil bilan bo'lgan jangda o'ldiriladi va uning boshi tanasidan ajratilib, kallasi suyagidan olinib, unga oltindan ishlov beriladi va Shoh Ismoil undan o'ziga sharob ichadigan idish tayyorlatadi. Usmon II. Usmon II Usmonlilar imperiyasining hukmdorlaridan biri bo'lgan. U Sulton Ahmadning o'g'lidir. Ya'ni u Sulton Ahmadning o'limidan so'ng taxtga o'tiradi. Lekin Usmonning hukmronligi uzoqqa cho'zilmaydi. U davlatni o'z ehtiyojlaridan kelib chiqib boshqarardi. Hattoki yanicharilar ham unga emas, ko'proq o'gay onasi Kosim sultonga bo'ysunishardi. Undan xalq ham norozi edi. Usmon fitnachilar qurboni bo'ldi. U oddiy xalq oldida sharmandalarcha sazoyi qilinadi va sazoyi paytida xalq tomonidan toshbo'ron ham qilinadi va fitnachilar tomonidan bo'g'ib o'ldiriladi.
Hurmatli va aziz obunachilar, mana videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Unday bo'lsa, keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.